Бойцов. Первое синий угол Кокбурчакта. Бойцу 26 лет. Его рост 1,70 сантиметров, вес 57 килограмм ровно. Он кандидат мастера спорта по ММА, мастер спорта по боксу. Представляет бойцовский клуб Пхукет Файт Клаб Панджикен, Таджикистан. Снайпер Анис Якупа. Raqiba Qizil burchakda. Hamyurtimizning yoshi 26 da, bo'yi 165 cm, vazni 57 kg. Он мастер спорта по ММА, мастер спорта и чемпион Узбекистана по боевому самбо. Представляет Fighting Club Шамиль Самарканд. Мотиватор Амирjon Gafurov. Markazda Davud Mirsalimov. Do'stlar, main card dastlabki jang Anis Yakubov Tojikiston 11 rekordiga ega va mamlakatimiz vakili samarqandlik Amirjon G'ofurov 9-6 rekordiga ega. Boburjon, qarang, asosiy kardning dastlabki jangi Yakubov bevosita tojikistonlik sportchi, tojikistonlik jangchi Eysada 4-0 rekordga ega. Ha. Qarang, qanday shiddat bilan boshlanyapti. Muxlislar eng yengil vazn jangchilari va albatta ular mana shunday faol boshlashi aniq. Main card chiroyli boshlanyapti. Birgina Eagle FC'da imkoniyatni boy bergan ekan Yakubov. Birgina jang o'sha Eagle FC'da qolgan barcha g'alabalar Open FC, Ace turnirida 4-0 menimcha ajoyib natija hisoblanadi. Bu jangni adashmasam oxirgi bo'lib o'tgan Ace turnirida ko'rgan edik. Yo'q, Manguda. Ha, Manguda ko'rgan ekanmiz. Tajribali, o'zini bosib olgan jangchi. Tuzadi zarba. Amirjon faol boshladi jangni. Ani endi birinchi shturm o'tdi va Anis harakatlari qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Chiroyli hozir o'z ustidan o'tirib tashlashga harakat qilib ko'rdi-yu, ammo raqib Yakubov vaziyatdan unumli foydalandi. Bel nazoratga olishga harakat qilib ko'radi. Demak, hozirda biroz toliqqanligini ko'rib turibmiz ikki jangchini ham, chunki boshi juda ham faol boshlandi jangda va ani endi
haqiqiy motivator taxallusiga ega bo'lgan Amirjon ko'rsatadi deb umid qilamiz. Tushunib turibdi raqib juda kuchli ekanligini, tushunib turibdi barchasini. Shuning uchun ham menimcha erta shu start oldi, finish qilmoqchi bo'ldi. Jang avvalda hali raqib moslashmasdan, raqib ulgurmasdan nimagadir reaksiya amalga oshirishga, ammo hozircha o'tmadi. Bu yog'i qanday jarayon davom etadi do'stlar, birgalikda kuzatamiz. Mana endi birinchi o'rinda hozirda chidamlilik chiqadi. Bu chunki haqiqatan bu jang osonlikcha bo'lmaydi. Ko'rib turibmizki, Yakubov jangni passivlikka tortyapti, ya'ni jangni tempini tushiryapti. Bir maromga o'tkazib qo'ymoqchi, Xuddi shunday. Muxlislar jonlanishyapti. Uzoqroqda bo'lsa ham. Amirjonni endi tempini tushirmagungacha menimcha Yakubov faol ishlamaydi. Chunki ko'rdi. Zarbalar ana shunida ham, kurash uslublarida ham xavfli. Rahimjon. Левой рукой, брат, левой рукой открути руку. Левой рукой, брат. Qani qo'lini qanday harakatlantirishga muvaffaq bo'lyapti Yakubov. G'ofurov esa G'ofurov biroz toliqdi, majbur. Himoyalanishga majbur bo'lyapti va 1,5 daqiqa qoldi. Raund tugashiga Kam emas. Bu yetarlicha daqiqa. Yuz ifodalaridan bilib turibmizki, birozgina kislorod yetishmayapti. G'ofurovga Va tinimsiz mana shu so'nggi yo'nalgan tuzil zarbalari. Левой рукой держи, правой можно аккуратно. Vaholanki o'zi mana shu parterga o'tkazishga harakat qilib ko'rgan edi. O'zi boshlagan edi usulni. Vaziyatni raqibga boy berib qo'ydi. hozir bu vaziyatdan chiqib ketish kerak. 1 daqiqa hozir vaqt qolyapti. Jangni boshini faol boshlaganligi bilan baribir imkoniyat hozir qo'ldan ketyapti sekin. Bu raundni boy beryapti afsuski. Вытащи. Высокий щит, высокий щит. Опять. Брат, открути левую рукой, руку сверху закинь свою. 30 soniya vaqt. Endi hozir turmagan taqdirda ham vaziyatni saqlab qolishi juda muhim ahamiyatga ega. E'tibor qarating. Tizzasi bilan oyoqni bosib turibdi. Bu albatta bu raundlar davomida ta'sir qiladi bu narsa. Va birinchi o'rinda hozir bu narsa albatta raqib o'rnidan turib ketmasligi uchun oyoq harakatini chegaralash uchun qilinadi. Lekin baribir kislorod almashuv, qon almashinuvini bu chegaralab qo'yadi bu narsa. Haqiqatdan ko'rib turibmiz, Yakubov qanchalik darajada tajribali sportchiligini misoli bu. Mahoratli, kuchli. Nima qilayotganini his qilib turibdi. Va endi Amirjon hozir burchakda o'tirib sekundantlarni eshitgan holatda birozgina xayollarini yig'ib olish kerak bo'ladi hozir. Takrorlab qilani ko'rishingiz mumkin. Juda faol boshladi. Juda ham faol boshladi. Chiroyli boshladi. Mana o'sha jangni parterga o'tkazishga bo'lgan urinish, ammo o'sha vaziyatda darhol qarshi hujum amalga oshirgan holda Anis Yakubov vaziyatni o'z tomoniga og'dirdi. Hozir Amirjonga ikkinchi nafasni ochish juda ham muhim. O'ziga kelib olish kerak. Qo'llari uyushdi, qon aylanishi sekinlashdi. Ana endi xarakter birinchi o'ringa chiqadi. Kirib bordi, chap qo'l yo'tal bilan zarba amalga oshirishga harakat qilib bordi, o'tmadi. Round kick zarbasi, tana qismiga berilgan zarba kuchsiz bo'lsa-da manzilga yetdi. Qolib ketish mumkin emas. Bo'ydorroq raqib. Qo'llarini qulochi uzun. Ammo ko'ryapti-da barchasini yoqib. Barchasini ko'ryapti. Raqib
masofada nazoratni o'z qo'liga ushlab turibdi. Middle kick. Va mana vaziyatdan foydalanish mumkinmi? Bir oyoq, faqatgina bir oyoq. Katta quvvat kerak bo'ladi hozir Anisni yiqitish uchun. Va bu quvvat bormi hozir G'afurovda? Ikkinchi oyoqni ushlashga harakat qilib ko'rdi, 2 marotaba bu ishni. Yaxshi himoyalanyapti hozir Anis. Anis Yoqubov. Va har bitta vaznini G'afurovning ustiga tashlayotganligi bu albatta kuchni tortib olyapti. Juda ham katta kuch oladi hozir mana shu harakatlar. Qiyin vaziyat. Endi qiyin chuqur himoyada himoyalanish kerak. Hozir hakam to'xtatadi bu jangni. Shu so'nggi kuchini tegdan parterga o'tkazishga ishlatib qo'ydi. So'nggisini, so'nggi o'qni otdi, lekin bo'lmadi. Shunchaki jismoniy imkoniyatlar bu yerda chegaralanib qoldi. Bu tana xuddi shunday ko'pgina jangchilar tayyorgarlik ko'rishadi, lekin jangda mana bunday holat bo'ladi. Bu endi oldindan aytish qiyin bo'ladi. Bunaqa holat bo'ladi yoki yo'q, jangchilar oldindan aytib bera olmaydi. Bir qarashda hammasi joyidadek, lekin birdaniga odamdan kuch ketadi va mana shunday holatga kelib qolasiz. Xohlaysiz nimalardir qilishni, lekin o'xshamaydi. Back mount. Oyoqlarini yoyishga harakat qilyapti. Aylanishga urinib ko'rmoqda G'ofurov, ammo buning ahamiyati yo'q endi. Davod Mirsalimov diqqat bilan o'nlab zarbalarni o'tkazib yuboryapti. Hozir hakam to'xtatishi mumkin. Haqiqatan ham tanada juda ham katta hozir bosim tushdi. Bu albatta bilinib turibdi, jangchining shuni yuz ifodasidan ham bilinib turibdi, rang ham o'zgardi, e'tibor qilsangiz. Bu hammasi o'sha tanaga tushgan agrusiyadan darak beradi. Qulf solmayapti, Yoqubov solmayapti, kutyapti. Qulf chunki bilasizmi, hozir mana shu holatda qulf solish ham ortiqcha energiya oladi baribir. Oyoqlar qon aylanishini chegaralaydi qaysidir bir ma'noda. Chunki unga hozir mana shu holatni o'zi qulay bo'lib turibdi. Mana endi soldi qulfni, chunki raqib oldinga qarab bori. Motivator, osonlikcha taslim bo'lmaydi. Osonlikcha taslim bo'lmaydi G'ofurov. Albatta shuncha xalq kuzatib turgan joyida u hech qachon osonlikcha taslim bo'lmaydi, oxirigacha urushadi. Ammo Yoqubov tajriba borasida ham shunchaki va kuchni ko'proq saqlab qolgan eng muhim jihatlardan biri. Hozir jang boshidanoq G'afurov bosim uyushtirdi, lekin birinchi shtormni o'tkazib yubordi va Yoqubov ani endi ko'rib turibmiz, ko'proq kuch saqlab qoldi bu yerda. Demak, bilim qolyapti va G'ofurov haqiqatan ham o'sha dastlabki raundda, dastlabki soniyalarga asosiy urg'uni bergan, finishni mana shu tez amalga oshirishga harakat qilgan, reja amalga oshmadi, bu yog'iga endi tavakkal. Balkim qanaqadir bir muammolar kuzatilgandir. Jangni raundlar cho'ziladigan bo'lsa, qiyin holatga tushib qolishini oldindan sezishgandir sekundlar bilan birgalikda, jamoasi bilan birgalikda. Lekin hozir ham mana shu ikkinchi raundda ham 1,5 daqiqa endi ikkinchi daqiqasi o'tib borayotganda murakkab holatda edi G'ofurov. Ham qaytadan ham kuch topdi. Jangni saqlab qoldi hozircha. Beryapman yana. Ko'rib turibmiz, juda ham qiyin bo'lyapti jangchiga, lekin xalq uni kuzatib turibdi va u oxirigacha jang qiladi. Tana bo'ysunar ekan, yurak urib turar ekan, u jang qiladi oxirigacha. Ikkinchi raund yakuniga yetmoqda. Burchakda qanday holat bo'ladi? Hozir sekundantlar qanday fikr bildiradi? Kuchingizni ishlatmang deb aytib o'tildi. Har bitta qilinayotgan takedown yoki zarbalar harakati juda ham katta kuch sarflab amalga oshirilyapti Amirjon tarafidan. Mana shuni nazarda tutgan bo'lishi mumkin burchagidagilar.
Uchinchi raund. Далее дистанция твоя, далее. Побоксируй на дальний. Далее. jeb zarbalari bilan Правую ручку выше держи. masofani saqlab turibdi. Anis Встречай. Встречай правой рукой. gabarit jihatidan ustunlik u tarafida, bo'y jihatidan ustunlik u tarafida. Va unumli foydalanyapti mana shu Ha, jihatdan. shundan foydalana olyapti. Chunki bo'y pastligi hisobiga Amirjon energiyani sarflab unga yaqinlashishga, tavakkal qilib yaqinlashishga to'g'ri kelyapti. Один. Стойку поменял. Стол надо. Стойку поменял. Spinning back fist zarbasi o'tib ketdi, Mumzoga tegmadi. Побоксируй. Ручки пособраны. Jab корпус дай ему, брат. Voy, yaxshi o'ng qo'l zarbasini o'tkaza oldi. Amirjon Надо побыстрее. Стойку поменял. Подними, брат, фронт снизу вверх. Стой и фронт снизу вверх подними. Дай ему бежать. Вот здесь правый надо, побыстрее. Не зарубайся, брат, чуть попинди, чуть поиграйся. Минута прошла. Особеннее. O'tib ketyapti, tegmayapti zarbalar hozir mana vaziyatda. ha, aytganimizdek bo'y borasidagi ustunlik ham biroz aytilganidek qo'llar, oyoqlar sekinlashganligi hisobiga Anis zarbalarni ko'ryapti va shunchaki ozgina o'zini ortga tortyapti va zarbalar havoda qolyapti. Надо заканчивать. Juda osonlik bilan hozir jangni parterga o'tkazdi. Oktagon chetiga taqab oldi raqibni va zarbalar yana Tirsak yo'llayapti. zarbalari o'tyapti haqiqatan. Amirjon faol himoyalanish kerak, aks holda referi aralashishga tayyor turibdi. Руку вытащи левую. Не спеши, брат, пошире ногу. Левую ногу. За спину забегай. Колено встань. Haqiqatan ori bor jangchi Amirjon Постучи левой. Локоть аккуратно. xalqi oldida oxirigacha jang qilishga qaror qilyapti. Lekin qiyinda. Hozir mana bu noqulay vaziyatda bel nazorat raqibda zarbalar yo'llash imkoniyati bor. Biroz chap qo'lini bo'shatsa kifoya. Agar qo'l zarbalar bo'lmasa tizzada raqib soniga zarbalar yo'llashga erishmoqda Yoqubov. Yana mana oktagon chetidan o'ziga tortib olyapti. Tarafni o'zgartiryapti. Bir tarafdan endi bu tarafdan qulayroq o'ng qo'lda unga Himoyalanish kerak, hozir harakat qilish kerak. Ogohlantirdi, darhol harakat qildi. Referi ogohlantirish bilan harakatni boshladi. Опять потяни на себя, уходишь. Потяни. Raundning yarmi ortda qoldi. Потяни на себя, брат. Сейчас вперед надо грузить. Наступи ему, наступи. Anis o'z ustunligidan foydalangan holatda hozir hech qanaqa unda risk yo'q, xavf yo'q va shunchaki vaqtni cho'zib turishi mumkin, lekin u jangni tugatishga baribir harakat qilyapti. Вот. Не спеши заправлять ноги. Ногу вперед, сбивай ее. Потяни на себя, Али. Потяни на себя, упадет. О, бери теперь позицию. Сильнее правой рукой. Пожестче. Jismoniy tayyorgarlik tarafidan Закрой ногу одну. biroz Надо маунт сесть, брат. haqiqatan yaxshiroq tayyorgarlik ko'rgan ekan Yakubov. Yokida aytganimizdek hamma narsa joyida bo'ladi. Bir qaraganingizda jangchida hamma narsa joyida, mashg'ulotlar vaqtida barcha narsani nazorat ostida ushlaysiz, lekin jangda nimadir bo'ladiki, tanamiz bu oldindan aytib bo'lmaydi va bu tana bo'ysunmay qoladi. Xuddi mana shu holatni hozir ko'rib turibmiz G'afurovda. U harakat qilyapti, lekin tana bo'ysunmayapti. Kimuraga olish ko'rdimi hozir? Yoki bolani shunchaki yetishga harakat qilyapti. Juda noqulay vaziyat, juda ham. Aylanib olishga ham imkoni yo'q. Ushlab turibdi Yoqubov, imkon bermayapti. Закончить, минута. Минута. Faqatgina endi Заканчивай. jang yakuniga yetishini kutadi. Boshqa chora yo'q. Ноги, ноги, ноги шире свои. Все, бей, 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 бей. Yana bel nazorat qilgan holda zarbalar finishga harakat kuchli bo'lmasa-da ko'p zarbalar yo'llayapti. Referi e'tibor berib qolishini kutgan holda Yoqubov yana mana shu nuqtaga zarba 20 soniya vaqt qoldi. Endi menimcha referi ham to'xtatmaydi.
har qanday vaziyatda agarda submission yoki nokaut bo'lmasa. Ha, G'afurov haqiqiy jangchi, yuragi borligini unda isbotlay oldi. O'ta og'ir ahvolga qolishiga qaramasdan jangni oxirigacha yetib kela oldi. Harakat qildi. Hozir uyalish kerak emas G'afurov bunaqa chiqish bilan. Ofarin deyapti Anis Yoqubov ham. Ha, Boburbek, to'g'ri aytyapsiz. Biz baribir taxmin qildik o'sha reja startda ular bo'yicha g'alaba qozonmoqda. Bakir Vechni oktagon o'rtasiga qarab harakat qilyapti va endi g'olib aniqlanadi. Rasmiy e'lon. Ushbu jang g'olibi в данном поединке победу единогласным решением судей одержал Panjigen, Tajikistan, Anis Yakubov. Anis Yakubov buni qo'li baland ko'taryapti. Haqli g'alaba, hech qanday e'tirozga Haqli g'alaba. Lekin aytib o'tganimizdek, Amirjon G'afurov bunaqa chiqishi bilan uyalmaslik kerak. Birinchi raunddayoq uning tanasi jiddiy bosimga uchradi, lekin u jangni oxirigacha harakat qildi. Анис, поздравляю с победой. Надеюсь, у тебя есть что сказать. Да, конечно, есть что сказать. Спасибо огромное всем зрителям, которые сегодня пришли поддержать нас. Таджики и узбеки — это братья. Запомните. Всем спасибо. Вы очень гостеприимный народ. Ребята, я извиняюсь, прошу прощения. Не все знают мою ситуацию. Мне пришлось 2 раза согнать вес. Я боец 57 и сегодня я выступил 51. Да, скучный бой, но это не мой стиль. Мне сегодня пришлось, когда я пару раз пропустил, пришлось уже чуть не рисковать, скажем так. Но больше такого не будет. Мангу, let's go, дайте мне пояс. Я хочу биться за пояс. Неважно кто, просто дайте мне пояс. Ladies and gentlemen, listen. Kamar uchun jang so'radi Anis Yakubov va unga juda ham В jiddiy октагон raqib topildi. приглашается Temur Odam, Iron Man, Furqatbek Yakubov. Ha, gap yo'q ekana. Listen. Anis Yakubov. Ishoning ajoyib jang guvohi bo'lamiz. Bizga mana bunday qarama-qarshiliklar kerak. Face to face do'stlar, Furqat Yoqubov, Anis Yoqubov. Yoqubovlar qarama-qarshilik bo'lar ekanda. Relax, ребята. Anis Yakubov. Таджикистан против Фуркатбека Якубова. Бекзатаке, как я понял, это чемпионский поединок. Да, конечно, это чемпионский поединок. Мангу 5, дай бог, в сентябре. Sentabr oyida Mangu 5 turnirida birinchi poyisimiz o'ynaladi. Assalomu alaykum O'zbekiston, Samarqand, Nag'izmi Shumo? Your champ is here. Just believe me, September, fourth belt, we keep it here in Uzbekistan. That's it. Пока я здесь, никто этот пояс не заберет. Пока я здесь. Посмотрим на вершине одно место. Какая фамилия?
Yakubov Furbatbek или Yakubov Anis. Пояс один. Две фамилии. Let's go. Hozir eshitdingiz. Oxirida ko'ramiz, eng yuqorida kimni familiyasi bo'lar ekan. Yo, ikkalasi ham Yakubovligini bilib qoldik. Ikkilanib Yakubov ketdi. g'alaba qozonadi. Qaysi Yakubov Спасибо за возможность. to'g'irlab ketdi o'zini o'zi. Вы лучшие.